aka. Ismingiz nima aka? Kimsan moyfi olib berdim mana sizni. Siz ismingiz nima aka? Sardorbek. Hozir sug'urtam chiqmayaptimi? Aha, Men hujjat qilib yurishim kerakmi sug'urtani aka? Bazada chiqmayaptimi sug'urta? Yo'q, ko'rinmayapti. Bizda ko'rinmayapti aka. Ha, sizlarda ko'rinmasa gari chaqiring aka. Gari chaqirsanglar, sug'urta ko'rinadi, o'shandan bilib olasizlar. Men bu yerda qonun buzyapmanmi aka hozir? Qonun buzyapsiz deymi? Ha? Qonun Yo'q, buzyapsiz. nimaga kelib hozir naprins kelib, Hujjatlarni taqdim qilmaysizmi? hujjatlarni taqdim qildim aka. Mana Hujjatlarni taqdim qiling. mana. Hozir taqdim qilmadimmi aka? Hujjat taqdim qilingan siz. Baqir chaqir. Qancha taqdim qildingiz hujjatlaringiz siz? Mana aka. Mana. Pasportingiz bormi? Pasportim bor. Bizga xizmatchilikdagi. Ha, mana xizmatchilik ko'ring. Kim nom berdi mana shuni? Dadam nomi. Ismi nima edi? Ortiqov Mirzohidjon. Ko'rsatasiz-chi? Ahmadov. Aka bitta narsada bizlar chiqmayapti-da. Hop. Tushunyapsizmi? Gayri bazasi ba'zi bizlar qilayotgan bazasi. Chiqmaganini so'rayapti. Lekin kelib siz bilan jinoyat qilyapsiz, nimadir qilyapsiz deyapmizmi sizga? Yo'q, hozir hujjatni ko'rib turib bermadi deyapsiz. Siz eshityapmanmi aka? Gapni eshitib turing. Sizga biz oldin tanishmizmi siz bilan? Yo'q. Tanishmasiz, sizga nima prinsip qilishimiz mumkin aka? Na prinsipiallar yo'q. Nima deyapsiz? Nima prinsip qilyapsiz deyapsiz? Sug'urtadan oling deyapsiz aka. Shu narsa bormi qonunda? Yo'q. Aka biz chet pravlaki inspektorimiz aka. Mana shu yerda bo'layotgan holatga biz javob beramiz, tushunyapsizmi? Qanaqadir holat bo'lsa biz ham javob beramizda. Shuning uchun biz tekshirishga majburmiz aka. Hujjatlarni joyida ekanmi aka? Soat 21:55 da kelib siz mashinangiz hujjatini tekshirish bizga ham zarar emasda. Hujjatlarni joyida ekanmi yo'q? Yo'q, sug'urtangizni oling deyapti xolos. Tushunyapsizmi? Sug'urta bazada chiqmayapti. Ko'rib bersin. Ha, ko'rsin. Telefon qiling. Masalan, telefon qiling. Onlayn telefon qiling. Salom.